Do'stlarim, bu apparat gastroskop, ya'ni elastik shlaga uchida maxsus kameralari bor va rabochiy kanallari bor apparat. Bu apparat orqali biz og'iz bo'shlig'idan kirib, qizil'o'ngachni, oshqozonni, 12 barmoqli ichakni tekshirsak bo'ladi. Va o'sha patologiya topilsa, albatta biopsiya olinadi yoki o'tkir qon ketish bo'lsa, kuydirib, qon ketayotgan joy qon tomirini yoki klipsi qo'yib yoki ukol qilib qon to'xtatsak ham bo'ladi. Kolonoskop, aziz do'stlarim, faqat uzunroq bo'ladi, 2 metr bo'ladi u. U apparat orqali biz to'g'ri ichakdan boshlab yo'g'on ichakni hamma qismlarini tekshirsak bo'ladi. Aziz do'stlarim, video foydali bo'lgan bo'lsa like bosing, kerakli do'stlaringizga bo'lishib qo'ying.